Bir odam bir arab hikoyalarida o'qib qoldim. Sahroda otda ketayotgan ekan, yaxshi inson ekan. Bir odamni behush bo'lib yotganini ko'rib qoldi. To'xtab, nima bo'pti bunga? Haliginga suv beribdi, suvni ichib, o'ziga kelib, bir oz kuch to'plagandan keyin hali odamga qarab turibdi-da, olib ketaymi sizni birga, chiqasizmi otimga debdi. Yaxshi inson ekansiz, ayta olmayotgandim shuni. Meni birga olib keting deb so'ray olmayotgandim. Otingizga chiqarib oling debdi. Chiqing desa har harakat qilsa chiqa olmadi. Keyin haligi odam aytibdiki, "Uzr, men bir dehqon odamman, ot minmagan, chavandoz mina olmayapman" desa, otidan tushib, "Keling" deb oyog'idan ko'tarib otiga mindirsa, shunda otni minib olib qochib ketib qoldi. Haligi odam hayron ketayotgan ekan, keyin u yarim yo'lga borganda, "Ey, to'xta" debdi. "Iltimos" debdi. "Bitta iltimosim bor, to'xtagin." To'xtab nima desa, "Buni hech kimga aytmagin" debdi. "Ha, sahroda o'lib ketasan, senga nima farqi bor?" deganki, "Menga farqi yo'q. Lekin bu gap tarqasa, odamlar sahrodagi senga o'xshaganga yordam bermay qo'yishadi" degan ekan. Shuning uchun agar makr ko'paysa, hilla ko'paysa, bir-birimizga ishonmay qo'yamiz. Kim makr qilayotganini bilsak, buni tarbiya qilishimiz kerak. Firibgarning qonun oldida jazosi ham bor va Alloh azza va jallaning huzuridagi jazosi bundan qattiqroq.